2026 Chevrolet Labo yangi avlod mikroavtobus bo'lib, u o'zining ixcham o'lchamlari va keng ichki makon bilan shaharda va chorrahalarda juda qulay foydalanish imkonini ta'minlaydi. Bu model kundalik yuk tashish vazifalarini oson bajara oladi va kichik biznes egalari uchun juda mos tanlov hisoblanadi. Avtomobil tashqi ko'rinishda silliq va funksional chiziqlar bilan yaratilgan bo'lib, uning dizayni ham oddiy ishlatilishi hamda qulay xizmat ko'rsatish uchun ideal yechimlar bilan jihozlangan. Old qismidagi faralar va radiator panjarasi zamonaviy ko'rinish beradi va yo'l harakatida aniq ko'rinadigan yorug'lik ta'minlanadi. Ichki makon juda amaliy tarzda tashkil qilingan bo'lib, u boshqaruv paneli oson tushuniladigan joyda va haydovchi barcha boshqaruv tugmalarini tez topadi. O'rindiqlar qulay materiallardan ishlab chiqarilgan bo'lib, uzoq yo'l davomida ham charchoqni kamaytiradi. Salondagi o'rindiqlar soni yetarli va yo'lovchilar uchun ham yetarlicha joy mavjud, shuningdek yuk joyi katta bo'lib, ukama yoki kichik yuklar uchun keng bo'shliq beradi. Orqa eshik yuqoriga ochiladigan bo'lib, yuk tushirish va tushirishni soddalashtiradi. Bu har xil turdagi yuklarni olib yurish uchun juda qulay. Shuningdek, konditsioner tizimi salonda haroratni ideal darajada ushlab turadi va yo'lovchilar uchun qulaylikni oshiradi. 2026 Labo dvigateli samarali va yoqilg'i sarfi past bo'lib, u shahar sharoitida tez harakatlanishni va silliq tezlanishni ta'minlaydi. Avtomatik uzatma qutisi shahar tirbandliklarida boshqarishni osonlashtiradi hamda yo'l sharoitiga qarab tezlikni silliq o'zgartirish imkonini beradi. Shassi va suspenziya yo'l notekisliklarini yengil yutadi va salondagi shovqinni kamaytiradi, bu esa safarni yanada qulay qiladi. Tormoz tizimi tez va ishonchli javob beradi va haydovchiga yo'l harakatida yuqori darajada nazorat beradi. Xavfsizlik jihatidan 2026 Chevrolet Labo ko'p funksiyali tizimlar bilan jihozlangan. ABS barqarorlik nazorati, havo yostiqlari va parkovka datchiklari bu elementlar yo'l harakati xavfsizligini oshiradi va haydovchi uchun qo'shimcha ishonch yaratadi. Orqa kamera bilan birga parkovka jarayoni juda oddiy va qulay bo'lib, tor joylarda ham oson to'xtashni ta'minlaydi. Bagaj bo'limi juda keng bo'lib, bu uni kichik biznes yoki katta oila uchun juda foydali qiladi. U yerga turli xil yuklarni osongina joylashtirish mumkin va orqa o'rindiqlar buklanadigan bo'lsa, joy yanada kengayadi. Shovqin izolyatsiya darajasi yaxshi va salon ichida jimlik saqlanadi. Bu safarni yanada yoqimli qiladi. Videoni tomosha qilayotganda barcha texnik jihatlarni diqqat bilan ko'rib chiqing va o'zingiz uchun eng to'g'ri qarorni qabul qiling. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda sizni eng so'nggi avtomobil sharhlari va batafsil tahlillar kutmoqda. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring va keyingi videolar uchun qaysi modelni ko'rmoqchi ekanligingizni ayting. Rahmat sizlarga va yengil yo'l tilaymiz.